Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, aziz yurtdoshlar. Xudo xohlasa sizlarga eng zo'r yangiliklarni taqdim etishda davom etamiz. Hozir esa sizlarga zakonning taklifimiz, zo'r e'lonimiz bor. Xiva tumani Sho'rmaquli Muazzam mahallasida joylashgan 2 xonali kvartiramiz ijaraga beriladi ekan. Hozir sizlarga bir yandan shuni syomkasini, obzorini ko'rsatib o'tamiz va videoni oxiridan ko'ringlar. Narxlarni, sharoitlarni sizlar uchun taqdim etib o'tamiz. Ketdik. Xudo xohlasa kvartiramiz 2 xonali bo'ladi. Bu yon tarafda spalni sharoitlari вообще dahshat, gap bo'lishi mumkin emas. Hurmatli kuzatuvchilar, kvartiramiz Yevro remontdan chiqqan natnajoy podoloklarimiz. Spalniki albatta shkaflari bilan birga beriladi. Pol agardan bo'lsa, hech xavotir olib o'tirmaysiz. Bu yerni обязательно bir soat ichida taxlab to'shab g'olisini qo'yib beradilar. Qolaversa, bu yerda zal. Agar ko'p oilali, ko'p farzandli oilali bo'lsangiz, bemalol bu yerda yashasa bo'laveradi. Mehmon kutish uchun zo'r, dahshat joy, zal umuman yaxshilab e'tibor berasizlar. Natnajoy patoloqlar ham chiroyli chiqqan, Yevro remont aboylar, hamma narsasi shkalni prosta kelib yashab borishga hurmatli o'rtoqlar. Qolaversa endi oshxonamiz bor, oshxonamizdan ko'rsatib o'tamiz, xolodilnikimiz. Endi sizlardan qolgan, lekin zakonni ishlaydi. Xohlasangiz almashtirishingiz mumkin. Kuxonniy mebellarimiz, oshxona mebellari hali yangi. Kuzatuvchilar, 1 oy yashalgan bu kvartiramizda oilali inson yashalgan. Prosta narxlarni kelishmaganliklari uchun bu yerda ko'p ijarada turmaganlar. 1 oy yashalgan, Yevro remontdan chiqqan yangi kvartira. Kimga ijaraga kerak? Prosta kelib yashab boradigan joy. Oilali odamlar uchun albatta hammom kerak bo'ladi. Buning sharoitlarni ko'rib turibsizlar, aynan. Gap bo'lishi mumkin emas. Bahosini keladigan bo'lsak, bahosi 2 million qilib beriladi ekan. Egasini nomerini, telefon nomerlarini qoldiramiz. Endi o'zbekchilik balkim galishlari ham mumkin, narxlarni qaytishlari ham mumkin. Yo'qdan kelgan ham shunday mebellar, umuman oilaviy sharoitlarda oila uchun nov kerak bo'lsa, ichki mebellar kerak bo'lsa, albatta hamma sharoitlar qilib qo'yilgan, prosta kelib yashab olish kerak. Narxlari ko'ngildagi deyin bo'lsa, menimcha 2 million narx bu kvartira uchun mut hisobi.